Necha kundan beri ayamlar bilan gaplashganimga ishonasizmi? Yig'laveraman. Bilib qolmasinlar, surprizligim bilinsin deb gaplashmadim, chunki zo'rg'a turibman. Bugun chiqaraman. Judayam xohlab, necha yillardan beri Allohdan so'rab, niyat qilib, rosa ham xohlagandim. Alhamdulillah, hammasi Allohga hamson ekan. Shu kun bugun ekan. Hech nimam bo'lmagan. Yashirmayman. Hech nimam bo'lmagan. Uyim bo'lmagan. Sarson bo'lganman. Akam ota-onamni umraga jo'natmoqchi bo'lgan. Lekin o'sha pulga menga bolam uysiz, vatansiz yurmasin deb, umra kerak emas deb menga uy olib berishgan. Eng katta orzularimdan bittasi amalga oshyapti. Buni juda ham uzoq kutdim. Alhamdulillah, Allohdan son ekan hammasi. Shu kun bugun ekan. Emotsiyamni bildirishim juda qiyin bo'lyapti. Yig'laveraman. Men niyat qildim. Alloh baytiga chaqirdi. Sizlar duolaring bilan shu darajaga yetdik. Men o'zimdan emas, sizlar farzandlar ekanligimdan faxrlanaman.